avgust oyida pensiya indeksatsiyasi bo'ladi degan xabar chiqqanda eng ko'p beriladigan savol bitta. Mening pensiyam oshadimi yoki oshmaydimi? Bugun men aynan shu savolga aniq, oddiy va hayotiy misollar bilan javob beraman. Bu ma'lumot har bir pensioner, nafaqa oluvchi, pensioner ota-onasi bor farzandlar va yaqinda pensiya chiqmoqchi bo'lgan fuqarolar uchun juda muhim. Chunki indeksatsiya degan hammaning qo'liga bir xil pul qo'shiladi degani emas. Ayrim toifalarda oshadi, ayrimlarda qisman seziladi. Ayrimlarda esa umuman oshmasligi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men kimning pensiyasi oshirilishi, kimniki oshirilmasligi, qanday holatda odam nega menga qo'shilmadi deb hayron bo'lishi, qaysi hujjatlarni tekshirdirish kerakligi va xatolik bo'lsa, qayerga murojaat qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda bitta noto'g'ri tushuncha odamni oyma-oy puldan qoldirishi mumkin. Avvalo indeksatsiya nima ekanini oddiy tilda tushuntiraman. Pensiya indeksatsiyasi bu davlat tomonidan pensiya va ayrim ijtimoiy to'lovlar miqdorini oshirish, ya'ni narx-navo, yashash xarajatlari, eng kam iste'mol xarajatlari yoki belgilangan bazaviy miqdorlardagi o'zgarishlarga moslashtirish jarayonidir. Odamlar ko'pincha pensiya oshdi deganda hamma pensionerning qo'liga bir xil foizda yoki bir xil summada pul qo'shiladi deb o'ylaydi. Aslida amaliyotda bunday bo'lmasligi mumkin. Oldin ham pensiya oshirilganda asosiy masala shunday bo'lgan. Farmon yoki qarorda qaysi to'lovlar oshirilishi aniq yoziladi. Masalan, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ayrim nafaqalar, eng kam pensiya miqdori, bazaviy hisoblash miqdori yoki pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori alohida ko'rsatiladi. Agar hujjatda aynan siz olayotgan to'lov turi ko'rsatilgan bo'lsa, oshish bo'ladi. Agar ko'rsatilmagan bo'lsa, odam indeksatsiya bo'ldi deb eshitsa ham, uning to'lov o'zgarmasligi mumkin. Endi nima o'zgardi? Hozirgi sharoitda ko'pchilik xabarni faqat sarlavhadan o'qiydi. Avgustdan pensiyalar oshadi. Lekin asosiy mazmun sarlavhada emas, hujjatning ichida. Men doim aytaman, pensiya masalasida eng xavfli narsa umumiy gapga ishonish. Chunki bir fuqaroning pensiyasi mehnat stajiga, ish haqi ko'rsatkichlariga, pensiya turiga, qo'shimcha ustamalarga, kompensatsiyalarga, ilgari tayinlangan sanasiga va hatto to'lov qayta hisoblangan yoki hisoblanmaganiga bog'liq bo'ladi. Masalan, bir odam o'tgan yil ishlagan, rasmiy ish haqi yaxshi bo'lgan, pensiyasi asosiy hisob-kitob bo'yicha tayinlangan. Ikkinchi odamning ish staji kamroq, ayrim yillar rasmiy daromadi bo'lmagan, pensiyasi eng kam miqdor asosida yoki qo'shimcha to'lovlar bilan shakllangan. Indeksatsiya e'lon qilinganda bu ikki odamning qo'liga qo'shiladigan pul bir xil bo'lmasligi tabiiy. Shuning uchun men bugun oshadi yoki oshmaydi degan gapni yuzaki emas, toifalar bo'yicha tushuntiraman. Asosiy qism birinchi. Kim bilishi kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak birinchi navbatda, agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, ya'ni odatiy pensiya yoshiga yetib, pensiya jamg'armasi orqali pensiya tayinlangan bo'lsa, indeksatsiya sizga taalluqli bo'lish ehtimoli yuqori. Lekin bu yerda taalluqli degani avtomatik ravishda siz kutgan darajada katta oshadi degan emas. Siz hozir 20.200.000 so'm pensiya olayotgan bo'lsangiz va indeksatsiya ma'lum foiz bo'yicha qo'llansa, asosiy pensiya qismi oshishi mumkin. Ammo agar pensiyangiz tarkibida alohida kompensatsiya, ustama yoki boshqa qo'shimcha to'lov bo'lsa, hammasi bir xil tartibda oshirilmasligi mumkin. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda ham pensiya bilan nafaqani adashtirmaslik kerak. Nogironlik pensiyasi odatda ish staji va sug'urta badallari bilan bog'liq bo'ladi. Nogironlik nafaqasi esa boshqa tartibda tayinlanishi mumkin. Agar hujjatda nogironlik pensiyalari oshirilishi belgilangan bo'lsa, bu toifadagi fuqarolarda qayta hisoblash bo'ladi. Lekin odam o'zining nogironlik bo'yicha pul olayapman deb o'ylab, aslida ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi savol, siz olayotgan to'lov nomi qanday? Pensiyami yoki nafaqami? Shu savolga aniq javob bo'lmasa, oshish masalasini ham aniq aytib bo'lmaydi. Uchinchi toifa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Masalan, farzandlar otasi yoki onasini yo'qotgan, ularga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlangan. Bunday pensiyalar ham indeksatsiya doirasiga kirishi mumkin. Lekin bu yerda miqdor oiladagi oluvchilar soniga, marhum boquvchining ish stajiga, daromadlariga va tayinlangan tartibga bog'liq. Bir oilada bitta farzand olsa, boshqa oilada 2 yoki 3 farzand olishi mumkin.
Natijada indeksatsiyadan keyingi umumiy o'zgarish ham turlicha bo'ladi. Endi kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda pensiyasi yaqinda tayinlangan odamlar. Masalan, siz iyul oyida pensiyaga chiqdingiz, avgustda indeksatsiya e'lon qilindi. Bunday holatda savol tug'iladi. Pensiyangiz yangi miqdorlar bo'yicha tayinlandimi yoki eski miqdorlar bo'yicha tayinlanib, keyin indeksatsiya qilinadimi? Amaliyotda tayinlash sanasi juda muhim. Agar pensiya yangi tartib kuchga kirgandan keyin tayinlangan bo'lsa, u allaqachon yangi miqdorlar asosida hisoblangan bo'lishi mumkin. Shunda odam menga nega alohida qo'shilmadi deydi. Aslida qo'shiladigan qism boshdan hisob ichida bo'lgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi xavotirli holat. Pensiya miqdori bank kartaga keladi, lekin odam hisob-kitob varaqasini ko'rmaydi. Ko'pchilik faqat kartaga tushgan summani biladi. Ammo pensiya tarkibi bir nechta qismdan iborat bo'lishi mumkin. Asosiy pensiya, ustama, qo'shimcha to'lov. Kompensatsiya qarzdorlik ushlanmasi yoki ilgari ortiqcha to'langan pulni qaytarish. Agar avgust oyida kartaga kutilgandan kamroq tushsa, bu har doim oshirilmadi degani emas. Balki bir qismi oshgan, lekin boshqa ushlanma bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim pensiya hisob-kitobini ko'rishni maslahat beraman. Uchinchi holat, ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik men ishlayapman. Demak, pensiyam oshmaydi. Yoki aksincha, hammaniki oshsa, meniki ham albatta oshadi deb o'ylaydi. Aslida ishlayotgan pensionerlarga pensiya to'lash tartibi va indeksatsiya masalasi alohida normalar bilan tartibga solinadi. Agar qonunchilikda ishlayotgan pensionerlarning pensiyasi to'liq to'lanishi va indeksatsiya qilinishi belgilangan bo'lsa, oshish bo'ladi. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, imtiyozlar yoki ustamalar ishlash holatiga qarab farq qilishi mumkin. Masalan, odam pensiya oladi, lekin shu bilan birga rasmiy ish haqi ham oladi. Uning pensiya turi, ustama turi va to'lov asosini alohida tekshirish kerak. Endi aniq misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. Rasul ota 18 yoshda 35 yil rasmiy ishlagan, yoshga doir pensiyasi 1 million 800 ming so'm. Agar avgust indeksatsiyasida uning pensiya turiga tegishli asosiy miqdor oshirilsa, Rasul otaning pensiyasi qayta hisoblanadi. U kutayotgan savol, menga qancha qo'shiladi? Bu foizga, bazaviy miqdorga va pensiya tarkibiga bog'liq. Agar o'shish faqat asosiy pensiya qismiga qo'llansa, qo'shimcha ustamalar bir xil bo'lishi mumkin. Demak, kartaga tushgan yakuniy summa oshadi. Lekin odam sarlavhada eshitgan foiz bilan aynan bir xil ko'rinmasligi mumkin. Ikkinchi misol, Matluba opa 60 yoshda, ish staji kam. Ayrim yillari norasmiy ishlagan. Uning pensiyasi eng kam pensiya darajasiga yaqin. Indeksatsiya qilinganda, agar eng kam pensiya miqdori ham oshirilsa, Matluba opa uchun bu juda sezilarli bo'lishi mumkin. Chunki eng kam chegaraning ko'tarilishi past pensiya oluvchilarni himoya qiladi. Lekin agar oshish faqat ayrim bazaviy miqdorga bog'liq bo'lsa, natija boshqacha bo'ladi. Shuning uchun past pensiya oluvchilar albatta o'z to'lov nomini va tarkibini tekshirtirishi kerak. Uchinchi misol, Dilshod aka nogironlik bo'yicha to'lov oladi. U nogironlik pensiyasi deb aytadi. Lekin hujjatda unga nogironlik nafaqasi tayinlangan. Bu juda muhim farq. Agar avgustdagi indeksatsiya pensiyalarga tegishli bo'lsa, nafaqalar bo'yicha alohida band bo'lmasa, Dilshod akaning to'lovi oshmasligi mumkin. Aksincha, agar hujjatda nafaqalar ham oshirilishi belgilangan bo'lsa, oshadi. Demak, og'zaki nom emas, rasmiy hujjatdagi nom hal qiladi. To'rtinchi misol, Zarnigor opa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini 2 farzandi nomidan oladi. Uning to'lovi bir kishilik pensiya emas, oilaviy holatga bog'liq. Avgustdan oshish bo'lsa, har bir oluvchi ulushi, umumiy miqdor va to'lov muddati tekshiriladi. Farzandlardan biri 18 yoshga to'lgan bo'lsa, o'qishini davom ettirayotgani yoki ettirmayotgani ham ahamiyatli bo'ladi. Agar hujjatlar vaqtida topshirilmagan bo'lsa, indeksatsiya emas, hatto to'lovning o'zi to'xtab qolishi mumkin. Kimning pensiyasi oshirilmasligi mumkin? Birinchi holat, pensiya emas, boshqa turdagi to'lov olayotgan shaxs. Masalan, ayrim kompensatsiyalar, bir martalik yordamlar, tashkilot tomonidan beriladigan moddiy yordam. Xususiy korxona ichki to'lov davlat pensiyasi indeksatsiyasiga kirmaydi. Odam oyma-oy pul olayotgani uchun uni pensiya deb o'ylaydi. Lekin rasmiy jihatdan u boshqa to'lov bo'lishi mumkin. Shunda pensiya oshdi degan xabar unga taalluqli bo'lmaydi. Ikkinchi holat, pensiyasi allaqachon yangi miqdorda tayinlangan shaxs. Masalan, avgustdan keyin pensiyaga chiqqan odam avgustda oshgan ekan, menga ham ustiga qo'shilsin deydi. Lekin uning pensiyasi tayinlangan paytda yangi ko'rsatkichlar hisobga olingan bo'lishi mumkin.
Bunday vaziyatda alohida yana qo'shimcha indeksatsiya bo'lmasligi tabiiy. Uchinchi holat. Hujjatlarida muammo bor shaxs. Masalan, pasport ma'lumoti yangilangan, lekin pensiya jamg'armasi bazasida eski ma'lumot turibdi. Yoki bank kartasi muddati tugagan, hisob raqami o'zgargan, yashash manzili bo'yicha ma'lumot yangilanmagan. Bunday holatda pensiya oshirilmagan emas, to'lov texnik sabab bilan kechikkan yoki qayta ishlovda turgan bo'lishi mumkin. Odam buni indeksatsiya bilan adashtiradi. 4-holat, pensiyadan ushlanma bor. Masalan, sud qarori asosida aliment, kredit bo'yicha ijro hujjati, ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish yoki boshqa qonuniy ushlanma bo'lishi mumkin. Pensiya oshgan taqdirda ham kartaga tushadigan summa ko'p o'zgarmagandek ko'rinadi. Chunki oshgan qismning bir qismi ushlanmaga ketishi mumkin. Shuning uchun yakuniy tushum bilan hisoblangan pensiya miqdorini farqlash kerak. Eng katta nozik joy shuki, indeksatsiya har doim ham hamma pensiyaga bir xil foiz qo'shildi degani emas. Ba'zan eng kam pensiya oshadi, ba'zan bazaviy miqdor oshadi, ba'zan ayrim nafaqalar oshadi, ba'zan ustamalar alohida qayta ko'riladi. Agar odam pensiyasining qaysi qismi nimadan iboratligini bilmasa, u natijani to'g'ri baholay olmaydi. Masalan, bir pensioner 1.500.000 so'm olayotgan bo'lsa, uning hammasi asosiy pensiya bo'lmasligi mumkin. 1.200.000 so'm asosiy pensiya, 200.000 so'm ustama, 100.000 so'm kompensatsiya bo'lishi mumkin. Agar indeksatsiya faqat asosiy pensiyaga qo'llansa, oshish 1.500.000 dan emas, 1.200.000 dan hisoblanishi mumkin. Odam esa umumiy summadan hisoblab, menga kam qo'shishdi deb o'ylaydi. Yana bir muhim jihat. Ayrim pensionerlar imtiyozli pensiya oladi. Masalan, og'ir mehnat sharoitida ishlaganlar, ayrim kasb egalari. Ko'p yillik xizmat asosida pensiyaga chiqqanlar yoki maxsus tartibdagi pensiya oluvchilar. Bunday pensiyalarda umumiy qoidalar bilan birga maxsus normalar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnimniki oshdi. Meniki ham shuncha oshishi kerak degan taqqoslash har doim to'g'ri emas. Qo'shningizning ish staji, oyligi, pensiya turi ustamalari siznikidan farq qiladi. Yana bir keng tarqalgan xato, odam pensiya yoshiga yetgan, lekin pensiya hujjatlarini topshirmagan. U avgustda pensiyalar oshsa, meniki ham oshadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya tayinlanmagan bo'lsa, indeksatsiya qilinadigan tayinlangan pensiya ham yo'q. Pensiya huquqi borligi boshqa, pensiya tayinlanganligi boshqa. Hujjatlar topshirilib, qaror chiqarilgandan keyin to'lov boshlanadi. Shuning uchun pensiya yoshiga yaqinlashgan fuqarolar hujjatlarini oldindan tartibga keltirishi kerak. Yana bir nozik masala. Ish staji to'liq ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Eski mehnat daftarchasidagi yozuvlar, arxiv ma'lumotlari, korxona nomi o'zgargani, korxona tugatilgani, ish haqi ma'lumotnomalari yo'qligi pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Agar pensiya kam tayinlangan bo'lsa, indeksatsiya ham kamroq bazadan hisoblanadi. Masalan, aslida 22 yil staj bo'lishi kerak, lekin tizimda 22 yil tasdiqlangan. Shunda pensiya ham past bo'ladi. Avgustdagi indeksatsiya bu muammoni avtomatik tuzatmaydi. Avval staj tasdiqlash kerak, keyin pensiyani qayta hisoblatish kerak. Yana bir holat, chet elda ishlagan yillar. Ayrim fuqarolar Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatlarda ishlagan bo'ladi. Bu yillar pensiya hisobiga kirishi yoki kirmasligi xalqaro shartnomalar, hujjatlarning tasdiqlanishi va rasmiy ish davriga bog'liq. Agar hujjat to'liq bo'lmasa, pensiya kam chiqadi. Indeksatsiya esa bor hisob-kitob ustidan amalga oshadi. Shuning uchun men yartim yil ishlaganman degan gap yetarli emas. Har bir yil hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Eng ko'p uchraydigan tushunmovchiliklardan yana biri plastik kartaga tushgan summa bilan rasmiy pensiya miqdorini adashtirish. Masalan, pensiya 1.700.000 so'm deb hisoblangan, lekin kartaga 1.507.000 so'm tushgan. Sabab turli bo'lishi mumkin. Oldingi oy qarzdorligi, ushlanma, bankdagi texnik kechikish, to'lov sanasi, qayta hisoblash farqi. Shuning uchun men faqat SMS xabarga qarab xulosa chiqarmaslikni maslahat beraman. Avgust oyidagi indeksatsiyada yana bitta muhim savol bor. Oshirilgan pul qaysi sanadan boshlab hisoblanadi? Agar hujjatda 1 avgustdan deb yozilgan bo'lsa, shu sanadan boshlab hisoblanadi. Lekin amalda pul keyinroq tushishi mumkin. Masalan, qayta hisoblash va to'lov grafiklari sababli. Shunda odam avgust bo'ldi, pul kelmadi deydi. Ba'zan farq keyingi to'lovda qo'shib beriladi. Bu holatda vahima qilmasdan rasmiy hisob-kitobni tekshirish kerak. Ayrimlar mening pensiyam oshirilmaydi, chunki men katta pensiya olaman deb o'ylaydi. Bu ham har doim to'g'ri emas.
indeksatsiya katta pensiya oluvchilarga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Lekin ayrim chegaralar, maksimal miqdorlar yoki hisoblash tartibi mavjud bo'lsa, oshish kutilgandek ko'rinmasligi mumkin. Masalan, yuqori pensiya oluvchi odamda ayrim koeffitsiyentlar yoki cheklovlar ishlashi mumkin. Shuning uchun yuqori pensiya ham alohida tekshiriladi. Endi kimlar umuman oshish kutmasligi mumkinligini yanada aniqroq aytaman. Agar siz davlat pensiyasi emas, tashkilotning ichki moddiy yordamini olayotgan bo'lsangiz, bu indeksatsiyaga kirmaydi. Agar siz bir martalik yordam olgan bo'lsangiz, u pensiya oshishi bilan bog'liq emas. Agar sizning pensiyangiz yangi tartib bo'yicha yaqinda tayinlangan bo'lsa, alohida qo'shimcha oshish bo'lmasligi mumkin. Agar sizning to'lovingiz to'xtatilgan bo'lsa, avval to'xtatilish sababini bartaraf etish kerak. Agar hujjatingizdagi muammo sabab to'lov aniqlashtirishda turgan bo'lsa, indeksatsiya summasi ham vaqtincha ko'rinmasligi mumkin. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini tushuntiraman. Birinchi qadam, o'zingiz olayotgan to'lovning rasmiy nomini aniqlang. Pensiya olaman, nafaqa olaman, nogironlik puli olaman degan umumiy gap yetarli emas. Pensiya jamg'armasidan yoki elektron xizmatlar orqali to'lov turi qanday ko'rsatilganini tekshiring. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa yoki boshqa to'lovmi? Shuni bilib oling. Ikkinchi qadam, pensiya miqdori tarkibini so'rang. Siz faqat kartaga tushgan pulni emas, rasmiy hisoblangan pensiya miqdorini bilishingiz kerak. Agar imkon bo'lsa, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, pensiya hisob-kitob bo'yicha tushuntirish so'rang. Mening avgust oyidan keyingi pensiyam qaysi asosda qayta hisoblandi, qaysi qismlar oshdi, qaysi qismlar o'zgarmadi deb aniq savol bering. Uchinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank karta rekvizitlari, mehnat daftarchasi, ish staji bo'yicha arxiv ma'lumotlari, ish haqi ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari, boquvchisini yo'qotganlik, pensiyada tug'ilganlik guvohnomalari va o'qish to'g'risidagi ma'lumotnomalar kerak bo'lishi mumkin. Hammasini birdan talab qilishmasligi mumkin, lekin muammo chiqsa, aynan shu hujjatlar kerak bo'ladi. To'rtinchi qadam, agar pensiya oshmagan bo'lsa, og'zaki tortishuv bilan cheklanib qolmang. Yozma murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda yozish mumkin. Menga tayinlangan pensiya avgust oyidagi indeksatsiya bo'yicha qayta hisoblangan yoki hisoblanmaganini tushuntirib berishingizni. Pensiya miqdori tarkibi va hisob-kitob asoslarini yozma ravishda taqdim etishingizni so'rayman. Yozma javob juda muhim, chunki keyin yuqori tashkilotga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, qo'lingizda asos bo'ladi. 5-qadam. Staj va ish haqi ma'lumotlarini tekshiring. Agar pensiyangiz siz kutgandan past bo'lsa, muammo indeksatsiyada emas, dastlabki hisob-kitobda bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlar hisobga olinganmi? Korxonalar bo'yicha arxiv ma'lumotlari kiritilganmi? Rasmiy ish haqi davrlari to'g'ri olinganmi? Shularni tekshiring. 1 yil staj ham ba'zan pensiya miqdoriga ta'sir qiladi, ayniqsa kam stajli fuqarolarda. 6-qadam. Bank va to'lov sanasini ham tekshiring. Ba'zan pensiya jamg'armasida hisob-kitob to'g'ri bo'ladi. Lekin bank kartasi muddati tugagan, karta bloklangan yoki rekvizit o'zgargan bo'ladi. Odam buni pensiyam oshmadi deb o'ylaydi. Aslida pul o'tkazilmagan yoki qaytgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankdagi holatni ham alohida aniqlang. 7-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi organiga, tegishli vazirlik tizimiga yoki qo'mda belgilangan tartibda murojaat qiling. Lekin murojaat qilayotganda umumiy menga kam berishyapti deb yozmang. Aniq yozing. Pensiya turi, tayinlangan sana, hozirgi miqdor, avgustdan keyin tushgan summa, siz so'rayotgan masala va ilova qilingan hujjatlar. Aniq murojaatga aniq javob olish osonroq bo'ladi. Men yana bir maslahat beraman. Oilada pensioner ota-onangiz bo'lsa, ularning ishini o'z qo'liga tashlab qo'ymang. Ko'p keksalar hujjat, elektron tizim, SMS, bank kartasi yoki yozma murojaat bilan qiynaladi. Farzandlari bir marta pensiya tarkibini tekshirtirib bersa, ba'zan yillar davomida e'tibordan chetda qolgan staj, ustama yoki qayta hisoblash masalasi aniqlanadi. Bu faqat avgust indeksatsiyasi uchun emas, kelajakdagi barcha oshirishlar uchun ham muhim. Demak, avgustda pensiya indeksatsiyasi bo'lsa, bu xabar hamma uchun muhim, lekin hamma uchun bir xil natija bermaydi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi va ayrim nafaqalar bo'yicha oshirish tartibi
rasmiy hujjatda qanday yozilganiga bog'liq. Kimningdir pensiyasi sezilarli oshadi, kimnikidir kamroq oshadi, kimdadir esa to'lov turi tayinlangan sana. Hujjat muammosi yoki ushlanma sababli oshish ko'rinmasligi mumkin. Eng asosiy xulosa shuki, qo'shnining pensiyasiga qarab o'zingizga baho bermang. Kartaga tushgan SMS bilan ham yakuniy xulosa chiqarmang. Rasmiy to'lov turini, pensiya tarkibini, qayta hisoblash asosini va hujjatlaringizni tekshiring. Agar tushunarsiz holat bo'lsa, yozma murojaat qiling va yozma javob oling. Sizning pensiyangiz avgustdan keyin oshdimi yoki o'zgarmadimi? Qancha qo'shildi? Qanday muammo bo'ldi? Qaysi hududdansiz? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarni alohida tahlil qilaman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot odamning o'z haqini vaqtida olishi uchun juda katta yordam beradi.